Salom do'stlar, основной sizlarda ko'proq bo'ladi. Gaishniklar ushlatib turib, noqonuniy tonirovka qilganinglarda ko'chada shildirib tashlaydi-ku, o'shanda izi qoladi-ku. O'shani qanaqa qilib turib tez ketqizish yo'lini ko'rsataman. Chunki bizga kerak bo'ladi mana bunaqa oddiy kanchlarni noj. Uni zalintada mana bunaqa qilsanglar, qo'lingizga botmaydi, kesmaydi, osonroq. Mana bu обычный посудочный gelni qo'shib turib suvda aralashtirasizlar-da. Tonirovkani shilgandan keyin mana bunaqasi qoladi-yu. O'shanga olasizlar-da mana buni. Shuni sepasizlar. Sepib qo'yasizlar-da, bir 5 minut turadi. Men o'zi ishni boshlab qo'yganman, esdalik uchun olib qo'yibman. Sizlarga foydali bo'lsin deb. O'zi menda tayyor ahvol. Mana. Qarabsizlar-ki 2 minutda ichiladi. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib, do'stlarga ham ulashib qo'yinglar. Rahmat.